Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti'nin Halifeler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün yanıla Ömer ibn Abdülaziz'ninki hayatı münasebetlik bayanlar bilen tanışıvatımız. Kişiler hem de Ömer ibn Abdülaziz hakkında qandaq guvalıqlarını bergen, qandaq qarashlarda bolgan dedi. Qaysi bir Haptar degan alim Ömer ibn Abdülaziz Umayyilar cemaatida xuddi Firavun oilasidagi mu'minga o'xshash edi deb bundaq sifatlagan hamda. Hamda Maymun ibn Mihran bu naydonliq olimlar shu davrdagi. Bu kishining deyishicha Allah her zaman burunqi vaqtlarda kişilerini bir peygamber ölüp gelse bir peygamber arkalık ularga ko'ngil bilip turatdi deydi. Şu kavmniki umum jihatdan fikri, stili hamma jihatdan yaxshilanish uchun. Hem de Allah Teala kişilerini Ömer ibn Abdülaziz arkalık mehr şefkat yetkizdi deb mandaq sifatlagan hatta. Hem de Vahb ibn Munabbah bu şu öz davrdagi olimlardan. Bu kishi deydi bu ümmet eğer Mehdi ba deb qaralsa undaqda Ömer ibn Abdülaziz şudur deb mandaq sifatlagan. Hem de bu ulamalar şu davrdagi bayonlari hamda lekin Mehdi emas da. Yani Mehdi kepimde adil bo'lgan demakchi. Muhammed ibn Fuzale degan kishinin deyishicha Abdullah ibn Ömer ibn Abdülaziz Cezire hem de hozir Iroq bilan Suriyaning oraliqi yana shu Furat daryosi bilan Dejli daryosiningki oraliqdagi rayonlarni hem de asosan shu Cezire deydi. Mesela hozirgi Suriyaniki Riqqa deymiz. Ondan bir qismi hatta shu Turkiyaniki Diyarbakir bu yani o'z ichiga olib ketadi. Anda bir qism rayonlar bor, masalan, Iroqni o'z ichiga olib ketadi, masalan, Mavsil deganga o'xshash. Shu oraliqda hamda shu Jazirada ketayotganda bir rohib bu nimaninki Abdullah ibn Ömer ibn Abdülazizning o'ziga chiqdi. Ömer ibn Abdülazizning o'g'li bo'ldi bu odam. Undan burun biror odamning qishiga kelib o'tirib mana bir qilib boqqan emas, siz aytganda rohib. Ama rahip miyadaki kelme hem de putperestlardaki rahipni ko'z tutmaydi. Bu asosan şu biri Hristiyan dinidagi olimlarning rahip deb ataydi. Yani birisi şu İslam e'tiqodidagi nihoyatda zohid kishilarga aralashma ibodatlar mashg'ul bo'lgan kishilarga qartildi. Bu odam debdi, "Men sening qachon nima ish keldim bilamsa?" debdi. "Yo'q" debdi o'g'li. Sonra bu rahip cevap verip dadanın hakkı hürmeti için sen kaçan geldi. Biz dadanı biz adil padişahlardan, halifelerden de uçurtattık dedi. Ondaqda bu adamdaki bu nemesi de ehli kitaplardan boz gerek. Xuddi mesela Arap ediki mesela çeklengen ay ba, çeklengen ayınki 3 arqı marq keladi. Mesela Zulqa'da iyi, Zulhacce iyi, Muharrem iyi. Bu Arap iyida çeklengen aylar, yani uruş kılıç çeklengen aylar. Recep bu 3 aydan ayrım. Yani bir 3 ayımda atlanıp ketip ayrım kıldığı ayda. Xuddi dadanmışdan o'xshaydi. Mesela Ebu Bekir, Ömer, Osman ma bu arqı-marqaga 3 ay o'xshasa, Recep bu 3 aydan ayrım farqli holatda bir oy atlab kelgan bir oy. Dadan yani shunga o'xshash araliqda nurg'un padişahlar, mesela adil bo'lmagan padişahlar o'tgandan keyin yani adil sifat bilan kelgan padişah deb mandaq sifatlagan deydi. Hamda Hasan Qassabning deyishicha Ömer ibn Abdülaziz'deki davrda shu tog' turaqlarda bo'ra qo'yilgan o'tlaydigan holatni ko'rgandim deydi. Va subhanalloh. Bu bo'ri qo'yning ichida turib bu qo'y ziyon zahmat yetkazmam deganda desam, "Podshoh adam shunaq degan" deydi. Bir qavmning 5i durust bo'lsa, u a'zolarga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi deb javob bergan deydi. Bundan kim bo'lganda Ömer ibn Abdülaziz xalifa shu ummatning 5i. Endi Malik ibn Dinar bu kişinin katta tabi zahidlardan. Ömer ibn Abdülaziz halife bo'lgan vaqtida padişahlar shunday deyishatdi. Bugun bizning ustimizga halife bo'lgan bu adil padişah kimdir? Bu bo'rlarmi bizning qo'yimizni yiroq qo'yimizni yemaydigan bo'lib qoldi deb shunday deyishatdi dedimda.
Bu sözmü hem de şu adamdaki adaletini közde tutup deyilgen bahalar buluşı mümkün. Börnü tabiatı minacı özgürüp kalmaydı öyle tabiatten. Vallahu alem. Musa ibn A'yun degan kişinin deyişçe biz Ömer ibn Abdülaziz'ninki xilafet devirde Kerman'da qo'y vaqatdık deydi. Kerman hazırki İran'da. Qo'y bilan böre bir joyda o'tlaydi deydi. Bir kuni bir böre qo'yga tegib yeb soldi deydi. Şunun bilan bu yaxshi podshoyimiz o'libdi-da, tugab o'lib ketibdi-da deb shunday dedik deydi. Shunday dedim deydi. Şu vaqtni hisoblasak degandek shu böyle hujum qilgan kishisi qo'yga o'lib ketgan ekan deb. Bu hamda bu nimadan derak berdi desa, mush darajada xalqning musulmonlarniki bir amin, xotirjamlik his qilganlikniki ifodasi bu. Hamda Valid ibn Muslim degan kishi deydi. Biz Xurosondagi bir odamdan anglagan edik deydi. O odam kelib, "Menga tushimda bir tush ko'rdim, bir odam keldi" deydi tushimda. Beni Mervan yani Umayyi ilaniki bu Tatkı yani Ömer ibn Abdülaziz Tatkı emasmi? Mushu xalifa bo'lgan vaqtida berib unga bayat qil, u adil imomdor, podshohdir dedi. Her bir xalifa bo'lgan vaqtida so'raydim deydi. Hatto Ömer ibn Abdülaziz xalifa bo'lgan vaqtida bu tushimga bu 3 qatim kirdi deydi. Shuni men berib bayat qilgandim deydi. Demak bu Xurosondan kelib bayat qilgan. Habib ibn Hind el-Aslami degan kishi deydi. Menga Said ibn Musayyib shundaq degan. Said ibn Musayyib Abu Hurayraning kuyovi. Xalifalar 3'tur. Abu Bakr, Ömer. Dedim ben bu Ömer, Abu Bakr'la Ömer. Bunu bilemiz. Yani bir Ömer kim o? Desem, eğer ömrün bolsa tapsan, ölüp geçsen senden kim keldi o dedi. Dedim ben, Said ibn Musayyib Ömer ibn Abdülaziz'in devirden burun ölüp gitti. Dedim de Said ibn Musayyib'ke belki özünki qayıntilere mesela şu devirdeki sahabeler dep belki buluşı mümkün. Ondaqda Ömer ibn Abdülaziz'deki xalif bolduğanlığı, adaleti Peygamber zamanı İslam işaret berilgen. İbn Avun degan alim hem de şunaq deydi. İbn Sirin, Muhammed ibn Sirin bu adam aynı vaqtdagi dağınıq alimlardan 3 birgi meşhur. Tela degan narsani so'ralganda, tela degan üzümniki suyuni qaynatilgan üzüm suyu hem de, üzümning suyuni qaynatadi hem de. Muşun istek bulandı bulmamdı dese bunu İmamul Huda deb, yani hidayet padişahı bo'lgan Ömer ibn Abdülaziz çekligen deb cevap bergen. Belki hem de ehtiyat tüpeyden bo'lishi mumkin hem de. Mes qilmaydigan bo'lsa bo'ladi. Ko'pincha ham ayni vaqtida aroq mutanosibda yasalg'achqa shubiylik bo'lib qolmasin deb shunday degan bo'lishi mumkin. Hasanning deyishi Hasanul Basri. Agar Mahdi bor deb qarasak Ömer ibn Abdülaziz bo'lmas, Mahdi yo'q İsa alayhisalomdan boshqa deb mundami jazmlashtirib o'tgan. Endi bu odamniki zoidligi, taqvoligi, bir qism fazilatlarini bayon qilsak, Malik ibn Dinar deydi. Kişilerin hemmisi Malik takva, Malik zahid deyişidir. Malik ibn Dinar öz davrideki zahid bu adam. Hakiki zahid Ömer ibn Abdülaziz. Bunun bütün dünya bunun kolu tutsa dünyanı taşlığa adam bu dünyada vazgeçken adam. Demek yani ben kembagal turup dünyada vazgeçtim. Ama mavi kolu gelgen dünyanı taşlap vazgeçkeni deydi. Yani yoksuz adamın zahid olmakı belki asandı. Ama takva özünmelik bay tuğa adamniki takva zayet olmakla bir xas tersimde. Eğer onda bo'lib qolsa o kılıç zor sınaqlardan ötep anda zayet olalaydı. Yunus ibn Abi Şubeyb şunaq deydi. Men Ömer ibn Abdülaziz ko'rgan ayni vaqtida. Qarsam ishtonniki beg'i sho'ynisi mesela qo'saqninki bo'ljin qatlam go'shtlarga kirib ketayotgan deydi semizlikdan. Xalif bo'lgandan keyin ko'rdimda qarsam u tutmay turib qo'g'usin sanalg'idek bo'lib qolgan deydi. Demak bu odam yemek ichmak hamma jihatdan aytibak o'zini zoid tutganligi kelib chiqyapti bundan. Endi bu odamning bolasi Abdülaziz, Ömer ibn Abdülazizning yani Abdülaziz deb bolasi var ekanda. Shu odam dedi, mendan Abu Ja'far al-Mansur so'rgan dedi. Bu keyingi Abbosiylar davridagi ikkinchi xalifa hamda.
Dadanın kerimi qanchalik edi xalifa bo'lgan vaqtida desa 40 ming dinar deydi. Şuna o adam dediki ülep ketken vaqt qanda nima qolgan debdi. 400 dinardek pul qolibdikan. Agar yana hayat bo'lgan bo'lsa, uningda bir bek kemlab ketamdikanmi deb shunaq degan. Demak, bu odamning o'sha 40 ming dinar kerimi odamning 400 dinar pul qilig'liqda umrining hayotida hammasini taqtib, yaxshi ishlarga ishlatib yo'q qilgan. Maslamat ibn Abdulmalik, bu Abdulmalik ibn Marvonniki yana bir o'g'li bo'ladi. Bu odam shunaq deydi. Ömer ibn Abdülazizniki kesel vaqtida yo'qlab kirsam, bir ker, meynat bir ko'ynak turdi ustida. Hamda ayoli Fatima shunaqa dedi, men Maslamaning sanglasi bo'ladi hamda. Bu ko'ynakni jupasingiz bo'lmamdi desam, buningda boshqa ko'ynak yo'q deb shunaq deb javob bergan dedi. Xalifiniki turmush holati ama. Abi Umayyat al-Xasi degan bu Ömer ibn Abdülazizning xizmatchisi bo'ldi bu odam. Bir kuni xo'jayinimning qishiga kirsam, menga bir adas berdi dedi. Adas bir mash tamoqqa deyman. Her kun adas ichamla desam, bu ayolning qishiga kiribdi-da, Fatimaning desam, "Ey o'g'lim, bu xalifiniki tamoqqa" deb. Yana bu yaratmagan gap, bir xizmatchisi yaratmagan gap, oqti qilib aytgan bir qul ava, xalifining yeyotgan tamoqini yaratmay so'rayotgan gap ma. O adam yani shundoq deydi, Ömer ibn Abdülaziz bir kunsi munchiga kirib, shu yerda maylinib, lekin o'ziniki avratlik o'rinlarini o'zi maylagan deydi. Asli bu xalifiniki dideklar bo'ldi, qullar bo'ldi, masalan, oqti qilib aytgan. Bularning dideklari işte qildigan ishlar ko'p bu davrda, lekin shu darajada bek rohatga, bek o'zini tashlab etmay, ham oyoq nuqtasini o'zi ega bo'lgan deydi. Yana bu adam şu sekratlik vaqtida bir ahli deriga şu Suriyalik bir yezad bir naydek bir o'rin pul avatibdi ularga. Menga mush qabrimning o'rnini setib beringlar. Bo'lmasa men boshqa yurtga berib shu yerda yatay, shu yerga ko'milay. Dedi. Men shunaqa shu vaqt keldim dedi xizmatchi davatida. Ularning qishiga kelib desam, ular dediki, agar bizden başka yerga yo'tkilib dafn qilinishidan ensirmagan bo'lsak, biz uni qabul qilmaydik, pulni olmaydik deb shunaq degan. Demak, o'zing oxiratlik joyini bunda sitib olgan. O'zinki tariga, o'zinki halol pulga yotgan bunda qiladi. Avn ibn Muammer degan kishiniki deyishcha, Ömer ibn Abdülaziz ayolining huzuriga kirdi, debdi Fatima debdi. Bir üzüm setib olsam pul bormi, bir dirham pul bormi deganki yo'q debdi. Shunda ayolim, siz bir amiril mu'minin, üzüm setib olgandek pulim yo'qmi deb shunaq debdi-da. Bu odam javob berib, biz jahannamningki o'tida, davzaqda zanjir so'rab yurgandan bu asaroq qulayroq deb javob bergan deydi. Hem de ayoli Fatima bint Abdülmalik yani shundoq deydi. Men yo'ldoshimniki Ömer ibn Abdülazizninki mush xalifa bo'lgandan tortib o'lib ketguchilik bir ehtilom bilan va yoki bir jinobatni yunib boqqanini bilmayman deydi. Bu ham birinchidan bu odamniki davr surgan vaqti 2 yil 5 oy. Vaqtini ayet az. Ondan başka bu adam hem de bu hilafetin ayeti haddidan ziyade Xudo bilan bo'lgan bir insonning orsidagi uliyatda bek yuqori pallada ko'tarib, e'tiqod pallasiga ko'tarib, din isyadi vujudi mush Allohni xalqqa yaxshi xizmat qilish, islomga yaxshi xizmat qilish orqali Allohning rizoligiga erishish maqsad qilingancha vujud bilan hech qanday bir dunyoni o'ylab boqmagan.